Yaxshimisilar do'stlar? Men sizlarning 100 tuvan qilgan do'stinglar yandaman. Bu filmni Izdash TV kino apchiqi alohida qo'lladi. Yaqindan yog'in nurg'un to'rdoshlar mendan Marvelning Qisaskorlar birlashmasi degan kinosini so'zlab berishimni talab qildi. Men hech kimning gapini anglamaydigan esil fazilatimni joriy qildirish uchun Marvelning raqobatchisi bo'lgan DC'ning dangli qahramonlaridan biri bo'lgan Dengiz Shohi degan filmni huzuringizga sunmoqchi. Hikoyamiz bir Biliq kentidan boshlandi. Baş personajga yaman o'xshaydigan bu odamning ismi Tom bo'lib, dengiz bo'yidan bir biliqsimon bir yaralangan qizni tepib oladi. Ha, rivoyatlardagi biliq qiz-ku bu biliq qiz. O qizni davolab dengizga qo'yib bersam, cho'qim mening 3 talabimni qondirib berdi. Bu o'ssiz yotgan qiz bolaning ismi Atlana bo'lib, dengiz osti Atlantis davlatining xonishi edi. Haqiqatan tam o'ylagandek, bu qiz uning 3 talabini emas, xili cho'ng talablarini qondirib etdi. Hamda o'zining yurtiga qaytmay, tam bilan uy o'choqliq bo'lib, tabiat qonuniga qarshi bo'lgan shalg'utlashtirish ilib berib, yo biliq emas, yo odam emas, o'ttirib qilib qolgan odamiy hayvondan birini jahonga ta'alluq qiladi. Mana bu yangi sortliq Bilijonning ismi bo'lsa, Asir edi. Mushundaq baxtli kunlarning birida Atlananing dadisi qizimni biliqchiga bermayman. Bir biliqning biliqchini yaxshi ko'rib qilishning o'zi bir azob tursa, oxiri chiqmaydigan bundaq muhabbatlarini qo'y deb, yurut tarafdan bir nech oxranglik longshalarni avatib qizini qaytirib ketmoqchi bo'ladi. O'zining bular bilan qaytib ketsa, to'qimchi qiz bilan podat yigitning hikoyasidek bo'lib qoldiganligini his qilgan Atlana bu uyga bostirib kirgan dengiz mahsulotlarini arvishkiga aylantirib o'tadi. Ha, nima degan sadoqatma muhabbat bu deb turishimga, bu xotin bolasi bilan yo'ldishini tashlab yurtga tuyuqsiz qaytib ketadi. Yillarning o'tishi bilan Asir intayin sog'lom cho'ngiladi. Hamda o'zining biliqlari bilan paranchalaydigan iqtidorining borligini his qildi. Esel mana, yomon bo'lsang berib shu tavshaq yaqbaqa. Shundoq bir kuni Tinch okeanining osti toza tinish emas edi. Bir to'p dengiz osti qaroqchilari bir suv osti paraxotini ishg'ol qilib oldi. Dal mushunda xatarlik paytda balog'atga yetib bo'lgan choshlari sumbul, badani muskul, yo'qolan ishlarga aralashish chempioni, qasraqsiz Bilijon Asir polvon suv osti kiyimsizliklarini qutqazg'ili keladi. Asirning qasriqi bo'lmagani bilan badani intayin qattiq bo'lib, yo xanjar yo o'q o'tmaydi. Shuningga qarab ba'zida uning opsini toshbaqimikinmi deb qolaman. Dengiz Shohi deb nom olgan Asir dengiz qaroqchilarining bolasini tutib olib, chiqib soldi. Dal mushundaq vaqtda dengiz qaroqchilarining kartubishi "Alam, biliq degan unda qiltamaysa, o'tni qaqlab, teban shov qilamiz" deb Asirni yerda yotqizib o'tdi. Asir bo'lsa, yerdan asta qopib, u kasofat dadang chon deb katta boshni zixliqqa olib qo'yib o'tdi. Hamda suv osti kiyimsidagi odamlarni qutqizib qoladi. Mana bu bizning Dengiz Shohi, xalqaro okeanlar birlashmasining bo'ansi. Tinch okeanda kanchongzi qiladigan dangliq polvon edi. Mana bu hozir ishdan tushib, o'zining hurmatlaydigan ham suydigan, turmushda baxtsiz bo'lib qolgan har bir tutgan biliqini ko'rganda, "Voy xotinimning urug' tuqqanlar ekan-ku" deb o'xshitib say qo'rib, bolasini urug' tuqqanlarning go'shi bilan oqsilliq cho'nqildigan dadisi bilan hadishab bilan aroq ichib "Ya balam, men aroq toza tutmayotdi. Ekkina biliq qizdan ikkinil chaqamamsa, chiroyli bo'lsa o'tirish bersin. Asa to'pqasi zakoskala qilib etimiz." Xudo bu qizlar hayvon deb kaynimdan qo'g'lishib yurgan. Keyin jonan kansan deb hammamiz qich ketdi. Shunga balam, bak ismingni oshkorlab ketmajimi? Yey, hayvon degansanmi? Yo'q, men hayvon emas, men yondim bayon. Ha, yondim bayonmi? Unda o'z birga rasm tusholaychi. Hayvon bo'lgan bo'lsang, baka sutib qolatdim-jimi? Shundoq qilib, hayvon mening nomimni setib, bular bilan og'ini bo'lib ketdi. Bu chaqda Jiroqdagi Shimoliy Atlantik okeanining ostida bir to'p hayshallar yig'ini yotadi. Dengizning tagida og'zidan ko'pik chiqarmay gap qiladigan bir to'p shaygolar yig'ilgan edi. Bu filmning to'liq asl nusxasini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Undidardagi Izdash TV kino apchiqini qochilib biling. U yerda texmi ko'p bo'lgan nodir tarjima kinolar bor. Yandan bayonni qanda qo'llasa xola. Ya bir qo'y to'ylab ko'ring, yapimiz tenzan fishan qiling. Iqliqchini, muni. Denzan, fenshan, chagwanju. Davomini ko'makchi bo'lsangiz, Pano saloniga kiring. Salon nomi Boshpat yizig'liq. 抖音 Bu qismni Sheriyan qon tomir ishchimligi alohida qo'llagan. Dengizning tagida og'zidan ko'pik chiqarmay gap qiladigan bir to'p shaygolar yig'ilgan edi. Ey, ma bir fantaziya kino bo'lgan ekan, suasida gap qilsam bo'laverdi. Naq gapni qila? Mening bir 8 oyoq bir og'inam botdi. Do'stlar bilan qiqos bir arshon bor deb tushib ketib, ta hozirgacha yo'q-ku. O dut, o degan arshon emas, u degan xogo. Ha, su hozir ne dedi? Bu og'inangning izdirigini olay desang, ammo shu pinglunchidiki, pinglunqan qizlardan so'rab baq. Arsidagi biroz yevatgan gap ashini. Ey, biz insonlarga jangilan qilmasak bo'lmadi. Endi ikki tuttal xogoning jidalda jangilan qilsa, qamdashmaydi. Biz beliqlarimiz dut.
qamoqda shapasıl mangayverimiz keyindir. Bunun gibi tügmey turupla, jiroqdan bir insonlarning suvosti kemisi to'satdan paydo bo'lib, azaldan tinish bo'layotgan dengiz ostiga qalayimqonchilik qilib keladi. Xonish Atlananing 2-chi bolasi, Atlantis davlatining varislaridan biri bo'lgan Shahzoda Ham asrning ona bir dada boshqa inisi bo'lib, onasi qirg'oqdan qaytib kelib, qayta turmushga chiqib topgan bolasi edi. Shahzoda Ham chaqqonlik bilan xavfni tinchitdi. Bu ishlarni ko'rgan ko'pchilik insonlarning haqiqatan haddidan oshganligini his qilib, ularga jang e'lon qilmoqchi bo'ladi. Jobadi chilashqidek ichishib, hadisini yulab uyga ilib mangan asrning oldiga suvdan chiqqan qizil boshliq to'ginakdan birisi paydo bo'lib qoladi. Mana bu hayday chiroy kelgan qiz bolaning ismi Mila bo'lib, to'tanglar. Aranglarda bilasinglarning ismi Mila emas-ku, ha? Atigi mening ismim Mila degan mangla oldimga. Isminglar o'xshash chiqib qolgan bo'lsa, bilib bilmay nozik ko'ngillarga ig'ir bir mush yeb ketgan bo'lsanglar, yo'q shuda. Buni menga demay, kinoning rejissyoriga deb biringlar-jimi? Mila asrni o'zining yurtiga qaytib, podshohlik taxtini ona bir dada boshqa inisi, yana bu hayday qizning bo'g'is eri bo'lgan Hamdan talishga undaydi. Asr, siz darhol yurtingizga qayt, podshoh bo'lin. Ham kallasidan ketib qolay deb qoldi. U hozir dengizning kuchidan foydalanib, quruqlikdagi insonlarni ham qilib etmaydi. Sizningcha men ashaga bosam, ammo taxtga o'ltiray deb qo'yamga yakanda sap qo'yaman. Uni huquqim qarang. Biroq ham quruqlik chiqib qolsa, sizni yakandas qilib qo'ng qo'yib o'ltirib oldi. Baxson, yan pishig'i tiqib o'taymi ama ağrını. Siz uni asan chaqlamang. Uningga odatdagi ağrılar o'tmaydi. Rivoyatdagi oltin ağrılar uni zaxmlandiraydi. Va odamni chamangay pamdurbash, nədiki rivoyatlarga ishinib, amaliyotga uyg'un bir gap qiling amanda. Siz ma fantaziya kinosida turib amaliyotdan yig'izib o'tamsiz? Asir bu qizning gaplariga pisand qilmay uyga qaytmoqchi bo'ldi. Yerim yo'lga kelganda tuyuqsiz dengiz toshqini yuz berib, Asir bilan dotsini dengizning ichiga so'rab ilib kirib ketdi. Bu chaqda Milla Asirning qaramliqidan boshqa po'qni o'ttirdan ikkiga bo'lanmaydiganligini ko'rib, men suvni o'ttirdan bilib beray deb dotsini qutuldirib oldi. Dotsining burniga suv kirganligini ko'rgan Asir bu ishlarni hal qilmoqchi bo'ldi. Millaning yo'l boshlashi ostida ular birlikda dengiz ostidagi sirliq shahar Atlantisga yetib keldi. Hamda bu shaharning bir bulun qishqoqlarida Asirning kichik vaqtidagi ustozi bilan ko'rishdi. Shuncha yil ko'migan ustozning yana shunchalik shippini saqlam tug'iniga qarab, Asir hayron bo'lib qoldi. Ustoz, qat'iy qiyirma yaxshi turibsiz-mi? Adam sizdek yaxshi turib, qiyirib, samirib birnin bo'ldi ketdi. Men sana nima o'rgatdim-ey? Quruqlik turib, o'zinglarning yerlik mahsulotlardan bo'lgan Sheriyan qon tomir ichimligini anglab baxmadingmi? Bu chaqda yandan bayon tuyuqsiz gap qistirib qoldi. Voy, to'xtanglar. Nima narsakan o Sheriyan qon tomir ichimligi degan? Menmi bilmaydiganman ku. Ey nadan yandan bayon. Sheriyan ichimligi degan jigar va qon tomirlaridagi maylarni serishga yordam berib, qon quyuqlarning oldini oladigan bir sog'lom ichimlik-ku. Hem sizlar o'zinglarning gapini qilashtiringlar-jimi? Men hozir tuvanki do'konga dikkin uchib chiqay. Ustozi uningga Atlantis davlatining qandoq qilib bugungi kuniga kelib qolganligi, oltin o'rnining qandoq borliq kelganligi va nadishkaligi to'g'riliq saq 5 minut quruq baran qilib berdi. Yig'inchoqlab kelsak shu ikki qizga burunqi bir podshoh qiqqas bir o'rni qo'lga tushirdi. Andan beyachiga qalayimqa yetishib qo'yib sim yo'li mos kelib ketiblar. Butun Atlantis suvning ostiga cho'kib ketdi. Bular Atlantisni texnik taraq qilgan bir suv osti shahriga o'zgartirib ketdi. Shundalik gapga shu. Ustoz, naq gapga keling ha? Mening demakchi bog'ini o'rni tepib, qang degan bir nimaning bir yeriga tiqib levat. To'satdan omning qo'li